Afrosiyob devoriy suratlarida qo'lida chavgon ayrisini tutib turgan amaldorlardan biri tasvirlangan. Sud ayollarining demak chavgon o'ynayotgan jarayonni aks etgan soqol haykalchalari topilgan. Aksincha, biz qadimgi turkiy lug'atni agar tekshirib ko'radigan bo'lsak, bu o'yin jarayoni chogan tarzda demak turkiylar tomonidan qo'llanganligini va ishlatilganligini guvohi bo'ldik. Shu qalpoqni ostki qismidan jag' bilan ushlab turadigan, bog'lab turadigan va qalpoqning tushib ketmasligini ta'minlagan. Bu devon botirga saqalliq tarzida keladi. Ikkita jamoa o'ynaydigan bo'lsa, ikkita jamoadan 5 tadan jami 10 ta yoki 8 tadan jami 16 ta o'yinchi o'ynaydi. Ma'lumotlarga ko'ra 8 kishidan ortiq bo'lishi jarohat yetkazganlar to'g'ri. Polvon deganda kimni tushunamiz biz? U mahoratli yigitni bir ham raqiblarini kuragini yerga tekkizuvchi emas, balki polvonlik atvoriga amal qilib bir umr ushbu qoidani, jo'mardlikni buzmagan insonni biz pahlavon, polvon deb ataymiz. Bu o'yinlarda ham xuddi shundayki, raqibga bo'lgan hurmat yoki bo'lmasam o'sha jarayonda qoidalarni buzmagan holda halollik bilan demak g'alaba qozonish yoki o'zini ko'rsatish. Bu juda ham muhim o'zbek madaniyatini bir jihati hisoblanadi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ko'rsatuvimizni chavgon o'yini tarixiga bag'ishlaymiz. Va bu o'yin haqida yanada chuqurroq, batafsilroq ma'lumot olish uchun studiyamizga tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Ahror Azizov ustozni taklif qilganmiz. Xush kelibsiz. Studiyamizda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Keling, ushbu mutaxassisimizga aynan chavgon o'yini tarixi bo'yicha savollarni bersak, albatta dastlabki boshlaydigan savolimiz chavgon o'yini o'zi, bu o'yinning nomining kelib chiqishi, bu o'yinning paydo bo'lishi qachonga borib taqaladi? Mana shu savollar. Marhamat. Assalomu alaykum. Albatta o'zbek madaniyatini eng yaxshi ko'rsatuvchi yoki bo'lmasa o'ziga xos bir xulq-atvorini ifoda etuvchi jarayon bu bevosita milliy o'yinlar hisoblanadi. Ayniqsa chavgon o'yini bu turmush tarzi, xo'jalik hayoti va marosimiy bir turmush tarzimiz bilan o'zaro qorishiq tarzda vujudga kelgan. Bu o'yinni paydo bo'lishi to'g'risida ko'pgina turli xil taxminlar, olimlarning fikrlari doim o'rtaga tashlangan. Qiziq joyi, ko'pgina biz kuzatganmiz adabiyotlarda, hattoki yirik qomusiy to'plamlarda, ya'ni ensiklopediyalarda o'yinni kelib chiqishini o'rta fors tiliga bog'lashadi va dalil sifatida Shohnomani ko'rsatadilar. Qiziqib biz shu ma'lumotlarni tekshirib ko'rganimizda o'rta fors tiliga aloqador emasligini va to'p va ayri, ya'ni yoki bo'lmasam tayoq so'zlari umuman boshqacha ma'noda, ya'ni chavgon so'ziga mazmunan ham yoki bo'lmasam lisoniy nuqtai nazardan ham yaqin kelmaydi. Uni biz uchratganda oddiygina to'pni o'zi ham masalan patrabe yoki margilbe tarzida o'rta fors tilida, hattoki suq tilida ham xuddi shunday atalganligining guvohi bo'ldik. Aksincha, biz qadimgi turkiy lug'atni agar tekshirib ko'radigan bo'lsak, bu o'yin jarayoni chogan tarzda demak turkiylar tomonidan qo'llanganligini va ishlatilganligini guvohi bo'ldik. Ikkinchi tomondan devon lug'at turkda tilga olingan demak o'yin, chavgan o'yini bu turkiylarning eng asosiy harbiy o'yinlaridan biri ekanligi yoki bo'lmasam bu o'yinni hattoki keyingi davrlardagi manbalarda ayollar ham, bolalar ham o'ynaganligi to'g'risida ma'lumotlar uchraydi. O'yinni kelib chiqishi aslida dastlabki davrda cho'ponlar tomonidan piyoda, oddiy yayov tarzda hech qanday ulovlarsiz o'ynalganligini tadqiqotchilar, xususan Usmon Qoraboyev ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Ya'ni cho'pon tayog'i bu asosiy o'yin bir jihozi sifatida o'yinni kelib chiqishida asosiy bir o'ringa ega bo'lganligini, to'p vazifasini esa qo'y yungidan qilingan maxsus demak doirasimon shakldagi bir vosita
egallaganligini, o'sha vazifani bajarganligini ko'rishimiz mumkin. Va hattoki mo'jaz suratlarda ham biz aralash holda ishtirokchilarni ham piyoda, ham otliq o'ynayotgan holni ham ko'ramiz. Agar bu o'yinni kelib chiqishini moddiy tomondan asoslari bormi deydigan bo'lsak, biz devoriy suratlarga murojaat qilishimizga to'g'ri keladi. Afrosiyob devoriy suratlarida qo'lida chavgon ayrisini tutib turgan amaldorlardan biri tasvirlangan. Bu ashyoviy dalillarning eng birinchisi 600-yillikka taalluqli hisoblanadi. Undan keyingi davr bo'lsa, Tang davriga oid suht ayollarining demak chavgon o'ynayotgan jarayonni aks etgan soqol haykalchalari topilgan. Demak, har ikkala topilma ham undan keyingi davrdagi mo'jaz suratlar ham to'g'ridan-to'g'ri Turonga murojaat qilayotganligini yoki bog'liqligini biz tushunishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat aytaman, sababi mana hozir bizga chavgon o'yinini paydo bo'lishi, davri, o'z navbatida qayerda paydo bo'lganligini aniq dalillar bilan isbotlab berdingiz. Ya'ni chavgon o'yini Turon hududida turkiylar tomonidan yaratilganligini manbalar va o'zingizning kuzatuvlaringiz, etnografik kuzatuvlar va shu bilan birgalikda ashyoviy dalillar orqali isbotlab berdingiz. Bu albatta kuzatuvchilarda bu o'yinning qayerda paydo bo'lganligi haqidagi tasavvurni uyg'otadi. Shu bilan birgalikda yana bir tabiiy savol tug'iladi. Chavgon o'yinini o'z navbatida qonun qoidalari va o'yinda foydalaniladigan asbob-uskunalar bo'lgan. Keling hozir shu haqida suhbatlasak, ya'ni chavgon o'yinida qanaqa qonun qoidalar bo'lgan va chavgon o'yinida o'ynayotgan o'yinchilar yoki hakamlar qanaqa asbob-uskunalardan foydalangan? Shu anjomlarni yoki bo'lmasa vositalarga oid bo'lgan ma'lumotlarni turli xil manbalardan yoki bo'lmasa moddiy va yozma dalillardan turli xil joylardan yig'ib olishga to'g'ri keladi. Sababi bir joyda mujassam etilmagan. Vaholanki biz uchratgan dalillar shuni ko'rsatadiki, o'yinga oid bo'lgan vositalar nomlari, ularning atalishi, ko'rinishiga oid yozma manbalardagi ma'lumotlar bor. Va bundan tashqari, demak, turli xil ramz va belgi tarzida suratlarda aks ettirilgan jihatlarga qarab turib, uni tiklash mumkin qaysi darajada. Bunga misol qilib, Devon lug'at turkida ko'p keladi bu o'yin vositalariga oid bo'lgan ma'lumotlar. Birinchi o'rinda to'p, ya'ni o'yinning eng asosiy demak vositalaridan biri. Bu qo'y yungidan qilingan, demak shaxsimon, bir doirasimon bir jihoz. Endi uni urish uchun foydalaniladigan qurol bo'lsa, bu ayri deb ataladi Devon lug'at turkida va keyinchalik masalan chavgon tayog'i tarzida o'zgarishga uchragan. Devon lug'at turkida yana uni bandal tarzida aks ettirilganini ko'rishimiz mumkin. Bu o'ziga xos uchi ayri bo'lgan, ya'ni egri bo'lgan maxsus yog'och hisoblanadi va uni dastasi o'yin jarayoniga qarab turib o'zgargan, ulovda o'ynalgandan keyin biroz uzunroq tarzda aks ettirilgan. Yana qanday vositalar bo'lgan? Bu o'yinni vositasi o'laroq o'sha davrda demak otliqlar ishtirokida o'yin o'ynalishni boshlagandan keyin demak bevosita ulov bilan bog'liq demak jihozlar paydo bo'ldi yoki bo'lmasam yaratildi. Bu jihozlar boshqa o'yinlarda ham qo'llangan yoki bo'lmasam boshqa o'yinlar uchun ham xizmat qilgan. Bulardan biri xavfsizlik nuqtai nazaridan demak bosh kiyimini mavjud bo'lganligi, qalpoqni joriy qilinganligi. Ya'ni bu o'yinni o'ynash jarayonida chavgon o'yinida barcha himoyalangan bo'lishi kerak. Otdan yiqilish chunki og'ir oqibatlarga olib keladi, to'g'risida juda ko'p ma'lumotlar uchraydi. Ana endi u qalpoqni tushib ketmasligi uchun maxsus tizgincha ham ishlab chiqilgan, yaratilgan. Bu tizgincha o'sha qalpoqni ostki qismidan jag' bilan ushlab turadigan, bog'lab turadigan va qalpoqning tushib ketmasligini ta'minlagan. Bu Devon lug'at turkida saqaldiq tarzida keladi. Va bundan tashqari, demak, ulov minish jarayonida kiyiladigan kiyim. Kiyimlardan biri, bu juda ham muhim bo'lgan jihat, demak, to'nlar. Ya'ni bizda barcha turkiy xalqlarda bu to'n so'zi ishlatiladi, ustki kiyim. Bu ustki kiyim, demak, chavandozni demak turli xil jarohatlardan saqlaydigan darajada ishlangan
va ot minish uchun qulay bo'lgan. Buni bir xil hollarda kalta to'n tarzida ham talqin qilinadi. Bu qadimdan mavjud bo'lgan turkiy xalqlarda bu to'g'risida hatto Xitoy manbalarida ham ma'lumot uchraydi o'sha jang san'ati kitobida. Va bundan tashqari yana etik, maxsus etik. Bu etik nisbatan qo'nji, ya'ni yon tomonlari kengroq. Bu oyoqni himoyalash uchun mato o'rashga juda ham qulay va kiyilgandan keyin otdan yiqilish hollarida yoki ot bosib qolgan holda ham demak oyoq shikast yemaydi. Shu maqsad qilingan. Shuningdek, oyoqni uzangidan chiqib ketmasligi ta'minlash uchun ushbu etikni demak poshnasi balandroq bo'lgan. Demak, bu eng asosiy chavgon o'yinidagi vositalar hisoblanadi va shuningdek, demak, maydonni o'lchamini belgilaydigan arqon yoki maxsus chiziqlarning tortilishi, buni ham qaysidir darajada vosita sifatida kiritsak bo'ladi va bundan tashqari yana maxsus bayroqchalar. Hakamlar o'sha darvoza orqasida, har ikkala darvozani orqasida hakamlar turgan va ular bayroqcha bilan demak to'p o'tdimi darvozadan, ya'ni hisob ochildimi, ochilmadimi, aniq hisobga ega bo'ldikmi, shuni ko'rsatib turgan, bildirib turgan. Shunda foydalangan. Unda o'yinda ishtirok etadigan ishtirokchilarni soni ham aniq belgilangan. Yaxshi, o'yin qoidalari ham aniq belgilangan. Agar biz eng birinchi yozilgan ma'lumotlardan boshlab, ya'ni 11-yüzyildagi ma'lumotlardan boshlab, siyosatnoma yoki Qobusnomadan boshlab turib to Fotimiylar davrigacha chavgongoy kitoblarga e'tibor beradigan bo'lsak, ishtirokchilar 5 kishidan 8 kishigacha bo'lganligini manbalarda xuddi shunday ko'rsatiladi. Ya'ni har bir raqib tomon, ya'ni jamoa. Ya'ni ikkita jamoa o'ynaydigan bo'lsa, ikkita jamoadan 5 tadan jami 10 ta yoki 8 tadan jami 16 ta o'yinchi o'ynaydi. Ma'lumotlarga ko'ra 8 kishidan ortiq bo'lishi jarohatni ko'paytiradi, to'qnashuvni ko'paytiradi. Shuning uchun 8 kishi eng yuqori darajadagi ishtirokchi, 5 kishi eng past darajadagi talab etilgan o'yinchilar hisoblanadi. Shu o'rinda yana bir savol yuzaga keldi. Turonda paydo bo'lgan chavgon o'yinini xususiyatlari nimada? O'ziga xosligi nimada? O'rinli savol. Albatta bu o'yin ko'plab vazifalarni bajargan. O'z aslida qadimdan ushbu o'yinni turli xil sayllar, bayramlarda, yig'inlarda sinov maqsadida yoki bo'lmasa askarlarning harbiy ko'rikda abjirligini sinash uchun va ushbu aytaylik qo'mondonni yoki bo'lmasam harbiyni biror bir lavozimga loyiq ko'rishda, biror vazifa topshirishda yoki bo'lmasam hattoki elchilar kelganda elchilar qabulida qo'shinning naqadar abjir bir askarlari yoki bo'lmasam harbiylari borligini ko'rsatishdan foydalangan maqsadi. Yoki bo'lmasam chavgon o'yinining eng muhim jihatlaridan yana biri tarbiya maqsadida ham qo'llangan. Ba'zan ayollar o'yinlar tarzida yoki keyinchalik ijtimoiy bir guruhning o'yinlari, masalan, saroy amaldorlari, shahzodalar o'yinlari, shahzodalar o'ynaydigan o'yin. Ya'ni ular ot bilan bog'liq bo'lgan o'zlarining ko'nikmalarini rivojlantirib olishadi. Yoki bo'lmasam harbiylar o'ynaydigan o'yindan maqsad jamoa tarzida birgalikda harakat qilishni, ehtimoliy jang maydonidagi harakatni sinovdan o'tkazib olish. Hayvonni aytaylik qizdirib olish. Yoki bo'lmasam hattoki ayrim hollarda biz uchratamizki, masalan, To'rtulus tarixida ot bilan o'ynaluvchi o'yinlar bu qamalga olingan yoki raqib jamoani bir ruhini tushirish uchun, ruhan ularga bir boshqacha bir ta'sir o'tkazish uchun qo'llanganligini ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu o'yin ko'plab vazifalarni bajarganligini biz madaniyatimizda shahzodalarni tayyorlash, aytaylik, hokimiyatga, harbiylarni mashqida ularni abjirligini oshirish, hattoki hayvonlarni tushunib olish uchun ham ularni birinchi marta aytaylik bunday yirik yoki bo'lmasam ot bilan harakatlanuvchi bir jamoa bilan vaziyatlarni oldindan mashq qilib olish imkonini bergan. Mana bizga chavgon o'yinini tarix haqida qiziq ma'lumotlar beryapsiz va xususiyatlari, o'ziga xosligi haqida to'xtalib o'tdingiz. Albatta bu bizni ko'z oldimizda chavgon o'yini qanaqa bo'lganligi haqidagi tasavvurni uyg'otdi. Endi bizni ushbu songa ajratilgan vaqtimiz ham yakunlanib bormoqda. Mana shu aytgan ma'lumotlaringizga qisqa bir
xulosa qilib bersangiz. Marhamat. Bu o'yinni tashkil bo'lishi ham bu bevosita yilqichilikni Turondagi ahamiyatidan kelib chiqib biz bog'lashimiz mumkinki, demak bu juda qadimiy o'yin aslida. Bu birinchi marta 600-yillikka oid Chavgon bir tayog'i surati aks ettirilganiga qarab turib, demak bu 600-yillikda paydo bo'lgan ekan deb atashimiz aslida bu mantiqan to'g'ri kelmaydi. Bu o'yin qadimdan bo'lgan Turk xoqonligi davrida ham yoki undan keyingi davlatlarda ham asosiy demak yilqini saralab olish uchun va aytaylik askarlarni o'zaro jamoa bilan birgalikda ishlashini ta'minlovchi o'yin sifatida vujudga keldi. Bu o'yinni agar biz qoidalarini tahlil qilsak, bu yerda o'zbek xalqining xulq-atvori ko'rinadi. Qaysi ma'noda? Aytaylik tenglik. Ikkala jamoalar ham teng bo'lishi kerak. Yoshlar teng bo'lishi kerak. Otlarning yoshi keskin farq qilmasligi kerak. Yosh otlar qo'yilmaydi. Bu yerga 4 yoshdan oshgan, asosan 5 yoshdan boshlab turib, ot 5 yoshga yetganda undan xuddi o'sha ulov sifatida foydalanish mumkinligini, yana bu yerda o'zbek madaniyatidan nafaqat inson huquqi, xavfsizligi, hatto hayvon huquqi ham e'tiborga olinganligini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi tomondan bu o'yinni yaratilishi, vujudga kelishi qoidalarga ko'ra yer yuzidagi bilmadim, balki fikrim noto'g'ridir, birinchi darvozali va aniq chizilgan maydonli o'yinlardan biri. Maydonni chizish, maydonni belgilab olish ot bilan bog'liq boshqa o'yinlarda ham bor. Bular ko'rsatilgan. Mana shu ko'k bo'ri tarzida yoki bo'lmasam uloq ko'pkari tarzida vujudga kelgan o'yinda ham bor. Yoki bo'lmasam aytaylik ot yarish deydi. Poyga o'yinlarda ham bor. Shu bilan birgalikda Chavgon o'yinida ham bu ko'rsatilgan. Shuningdek, hakamlik misolida ham ko'rishimiz mumkin. Bizning xalqimiz juda ham yaxshi ko'radi xolislikni. Eng xolis, eng to'g'ri inson hakamlikka saylangan. Va u bir o'zi o'yinni boshqarib olib bora olmaydi. Chunki ot bilan o'ynaluvchi o'yinlar ham tez bo'ladi, jarayonni ichidan kuzatuvchi o'yin boshqa, jarayonni tashqaridan kuzatuvchi o'yin boshqa. Yon hakamlar tushunchasi hozir bizda eng mashhur o'yinlarda, futbolda masalan mavjud bo'lsa, bu o'yinda darvozabondek hakamlar bo'lgan. Ular demak xolisona to'p o'tgan o'tmaganligini chizig'idan bayroqchani ko'tarib belgi berib turgan. Va shuningdek, bizni barcha o'yinlarga xos bo'lgan xolis hakamlar bor. Bu tomoshabinlar. Ya'ni boshqa hududdan kelgan bo'lishidan qat'iy nazar, agar bizning ishtirokchilar g'irromlikka yo'l qo'yadigan bo'lsa, hatto chetlatishi mumkin bo'lgan. Jarima tushunchasi joriy qilingan. Bularning hammasi o'zbek madaniyatiga xos, o'zbek xulq-atvoriga xos. Shuningdek, umuman o'yinni kelib chiqishi bu Turondagi davlatchilik, xo'jalik tizimlarini va xulq-atvorni, madaniyatni o'ziga xos bir ko'rinishi sifatida katta ahamiyatga ega bo'lgan va men o'ylaymanki, bu bizning o'zligimizni anglashimizda ham. Chunki biz yaxshi bilamiz, polvon deganda kimni tushunamiz biz? U mahoratli yigitni, bir ham raqiblarini kuragini yerga tekkizuvchi emas, balki polvonlik xulq-atvoriga amal qilib, bir umr ushbu qoidani, jo'mardlikni buzmagan insonni biz pahlavon, polvon deb atab kelganmiz. Bu o'yinlarda ham xuddi shundayki, raqibga bo'lgan hurmat yoki bo'lmasam o'sha jarayonda qoidalarni buzmagan holda halollik bilan demak g'alaba qozonish yoki o'zini ko'rsatish. Bu juda ham muhim o'zbek madaniyatini bir jihati hisoblanadi. Shunga ko'ra biz aytishimiz mumkin, ham tariximizni, ham madaniyatimizni, ham bizni kerak bo'lsa bobolarimizni xulq-atvori qanday bo'lganligini bu ko'rsatib beruvchi bir dalil sifatida buni anglashimiz, tushunishimiz va qabul qilishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat. Juda chiroyli, aniq dalillarga asoslangan xulosangizni berdingiz. Bu o'ylaymanki, kuzatuvchilarda Chavgon o'yini tarix haqidagi tasavvurlarni yana ham to'lishiga, mukammallashishiga xizmat qiladi. Va biz keyingi ko'rsatuvlarni xuddi shunday
Turonda paydo bo'lgan, o'zbek xalqi va davlatchiligi tarixida o'z o'rniga ega bo'lgan o'yinlarga ham bag'ishlab turamiz. Sizni studiyamizda ko'rganimizdan yana bir bor xursandmiz va boshqa xuddi shunga o'xshash elshunoslikka oid bo'lgan mavzularni yoritishda albatta sizni kutib qolamiz. Rahmat yana.